Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Men Jalol Sarvarbek, Samarali ta'lim xususiy maktabining fizika fani o'qituvchisi. Sizlar bilan 13-may 2-smenada fizika fanidan milliy sertifikat imtihonlarida tushgan savollarning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savol. Agar A umumiy tezlanish, AN normal tezlanish, AT tangensial tezlanish bo'lsa, quyidagilardan qaysi biri o'rinli bo'lishi mumkin? Birinchisida A normal katta A to'ladan. Bu fikr noto'g'ri. Sababi jismning normal tezlanishi hech qachon to'la tezlanishdan katta bo'la olmaydi. Ikkinchisi A katta yoki A tangensialdan. Bu fikr to'g'ri bo'lishi mumkin. Sababi aylanma harakat qilayotgan jism aylana bo'ylab notekis harakat qilayotganda ma'lum bir muddat tezligining yo'nalishini o'zgartirgan paytda tezlik 0 bo'lib, normal tezlanishi 0 ga teng bo'lgan payt bo'lishi mumkin. Uchinchisi A tangensial katta A to'ladan. Bu fikr ham noto'g'ri. Jismning tangensial tezlanishi to'la tezlanishdan katta bo'la olmaydi. To'rtinchisi A katta yoki teng A normaldan. Bu fikr to'g'ri. Aylana bo'ylab harakat qilayotgan jismning to'la tezlanishi doim normal tezlanishdan katta yoki normal tezlanishga teng bo'ladi. Demak, javob 2 va 4. B kaliti. Ikkinchi savol. Jism boshlang'ich tezliksiz 5 sekund davomida 7,5 metr masofa bosdi. Keyin 12 sekund davomida o'zgarmas tezlik bilan harakat qildi. So'ngra 6 sekund esa tekis sekinlashib to'xtadi. Jismning oxirgi 12 sekund ichida o'rtacha tezligini aniqlang. Demak, biz e'tibor qiladigan joyimiz jismning oxirgi 12 sekund ichidagi o'rtacha tezligi. Demak, bizda V o'rtacha barobar S butun taqsim T butundan topiladi. Bu uchun bizda jismning oxirgi 12 sekund ichida bosib o'tgan yo'li kerak bo'ladi. Xo'p, biz bu uchun jism harakat grafikini, VT grafikini chizib oladigan bo'lsak, dastlab jism 5 sekund davomida boshlang'ich tezliksiz 7,5 metr masofa bosdi. Bu uchun jism 5 sekund harakatlangan. Jismning necha tezlikka erishganini topib olishimiz kerak. Buni o'rtacha tezlik formulasidan topsak bo'ladi. Ya'ni S barobar V1 qo'shilgan V2 taqsim 2 karra T. Shu formulaga keltirib qo'yadigan bo'lsak, 7,5 barobar boshlang'ich tezligi 0 plus V taqsim 2 karra 5. Bundan hisoblab oladigan bo'lsak, V barobar 3 chiqadi. Demak, jism 5 sekund davomida 3 tezlikka erishgan va 12 sekund davomida o'zgarmas tezlik bilan harakat qildi. 12 sekund harakat qilgan bo'lsa, vaqt 17 ga teng bo'lgan. So'ngra 6 sekundda tekis harakatlanib to'xtadi. Tezligi 0 ga teng bo'lgan. Demak, bizga oxirgi 12 sekunddagi tezligi. Mana bu yerda 6 sekund harakat qilgan va mana bu ikkinchi holatdagi oxirgi 6 sekunddagi harakatida bosib o'tgan yo'llari yig'imiz kerak bo'ladi. Biz bilamizki, VT grafik ostidagi yuza bizga bosib o'tilgan yo'lni yoki ko'chishni beradi. Bizga mana shu trapetsiyan yuzini topib oladigan bo'lsak, oxirgi 12 sekundda bosib o'tgan yo'limiz kelib chiqadi. Demak, oxirgi 12 sekundda bosib o'tgan yo'lni topadigan bo'lsak, trapetsiyan yuzi quyidagicha topiladi. Trapetsiyan asoslar yig'indisi, bu asosi mana bu yerdagi son 11 bo'ladi. Bu yerdagi son 17 bo'lsa, bu asos 6 ga teng. Bu asosi esa 12 ga teng. 6 qo'shilgan 12 ni 2 ga bo'lamiz va trapetsiyaning balandligi, ya'ni 3 ga ko'paytiramiz. Buni hisoblab oladigan bo'lsak, 27 ga teng bo'ladi. Endi jismning oxirgi 12 sekundda o'rtacha tezligini topadigan bo'lsa, 27 taqsim 12 bo'lib qisqartirsak 4, 9. 9 taqsim 4 va 2,100 25 ga teng bo'ladi. Javob C. Uchinchi savol. Massasi 300 gram bo'lgan jism 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanmoqda. Natijaviy kuchni aniqlang. Bu Newtonning ikkinchi qonunidan F natijaviy barobar M massali jismga A tezlanish beradi. Shu formulaga qo'ysak, 0,3 karra 2 natijaviy kuchimiz 0,6 Newton chiqadi. Javob. 4-masala. Bikrligi 1,6 kilonewton bo'lgan prujinaga 5 kilogramm massali yuk osilgan. Prujina qanchaga cho'ziladi? Bu Guk qonunidan mg yoki F barobar K delta X. Bizga F kuch vazifasini mg og'irlik kuchi bajaradi, ya'ni 50 barobar K bikrlik 1600
newton taqsim metrga teng bo'ladi. Ko'paytirilgan delta x. Delta x'imiz barobar bo'ladi 50 taqsim 1600 metrga. Nollarni qisqartirib yuborsak 5 taqsim 160 metr. Bizda javobni santimetrga so'ragan. Santimetrga o'tish uchun 100 ga ko'paytirsak 500 taqsim 160 santimetr. Qisqartiradigan bo'lsak 25 taqsim 8. Demak javob 25 taqsim 8. A javob bo'ladi. Vaznsiz yukka massasi 12 kg bo'lgan sharcha rasmda ko'rsatilgandek osilgan. Bunga ko'ra BC ipning taranglik kuchini toping. Xo'p, bizga BC ip mana bu yerdagi taranglik kuchini topishimiz kerak. Xo'p, shu sterjenga vaznsiz iplarga 12 kg massali jism osilgan. Demak, bu ipdagi taranglik kuchi teng 1 deb belgilaydigan bo'lsak, m kara j ga, ya'ni 12 kg massali jism bo'lgani uchun 120 newtonga teng bo'ladi. Xo'p, demak, BC ipdagi taranglik kuchi oladigan bo'lsak, qanday? Bitta moment olsak kelib chiqadi. Ya'ni BC ipdagi taranglik kuchini T2 deb belgilaydigan bo'lsak, T2 kara T2 kuchini yelkasini D2 deb belgilaydigan bo'lsak, barobar T1 kara D1 bu T1 kuchimizning yelkasi. Kuch yelkasi kuch chizig'i o'tkazib olamiz. Aylanish o'qini A nuqta deb belgilasak, aylanish o'qidan kuch chizig'igacha bo'lgan masofa. Bu masofa o'z-o'zidan mana bu masofaga teng bo'ladi va sterjenning uzunligini L deb belgilab oladigan bo'lsak, L kara sinus alfaga teng bo'ladi. Demak, D1 ya'ni T1 taranglik kuchimizning yelkasi R ko'paytirilgan sinus alfaga teng bo'ladi. D2 ya'ni T2 kuchimizning yelkasini topib oladigan bo'lsak, T2 kuchimiz mana bu. Kuch chizig'ini chizib olsak, aylanish o'qidan kuch chizig'igacha bo'lgan masofamiz mana bu. Mana bu T2 kuchimizning yelkasi bo'ladi. Bu yelka L ko'paytirilgan kosinus alfadan topiladi. Demak, momentlar qoidasiga qo'yadigan bo'lsak, T2 bizda T2 ni topishimiz kerak. Ko'paytirilgan D2 L kara kosinus alfa barobar T1 120 newtonga teng, ko'paytirilgan L kara sinus alfaga. L dan qisqartirib yuboradigan bo'lsak, T2 barobar 120 ko'paytirilgan kosinus alfani bo'lish qilsak, sinus alfa taqsim kosinus alfa biz bilamizki tangens alfani beradi. 120 ko'paytirilgan sinus alfamiz 5 taqsim 13 ga teng bo'lgani uchun tangens alfamiz uchburchagini topib olsak 5 13 Pifagor teoremasidan 12 bo'ladi. Tangens alfa 5 taqsim 12 ga teng bo'ladi. 120 ko'paytirilgan 5 taqsim 12 demak T2 taranglik kuchimiz qisqarsa 50 newtonga teng bo'lar ekan. Bizga A kalib bo'ladi. 6-savol. Massasi 2,5 kg bo'lgan jism qiyalik burchagi 30 gradus bo'lgan qiya tekislikka parallel 12 newton kuch bilan ushlab turilibdi. Jism va sirtvaraqasidagi ishqalanish kuchini toping. 30 graduslik qiya tekislik taxminan chizib oladigan bo'lsak, qiya tekislikda yuk, ya'ni jismga qiya tekislikka parallel 12 newton kuch bilan ushlab turilibdi. Demak, qiya tekislikda jismga ta'sir qiladigan og'irlik kuchini proyeksiyasi mg sinus alfa bo'ladi. Xo'p, buni qiymatini hisoblab oladigan bo'lsak, mg sinus alfa teng bo'ladi 2,5 ko'paytirilgan 10 kara 1 taqsim 2 ga. Bu 12,5 newtonga teng. Demak, jism ushlab turishimiz uchun qiya tekislikka parallel yo'nalgan kuchimiz 12 newton ekan. Ishqalanish kuchining maksimal qiymati qiya tekislikda mu mg kosinus alfaga teng bo'ladi. Faqat bu sirpanish ishqalanish kuchida ishqalanish kuchi mu mg kosinus alfaga teng bo'ladi. Bu holatga ishqalanish kuchi tinchlikdagi ishqalanish kuchi bo'ladi va mg sinus alfa kuchimiz qo'yilgan f kuchdan katta bo'lgani uchun ishqalanish kuchi jismning harakat yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalgan bo'ladi. Ya'ni jism qiya tekislik yo'lab pastga harakatlanishga intilsa, ishqalanish kuchi yuqoriga yo'nalgan bo'ladi. F ishqalanish qo'shilgan F barobar mg sinus alfaga bo'ladi. F ishqalanish qo'shilgan 12 barobar 12,5 ga. Bu yerdan F ishqalanish barobar 0,5 newton chiqadi. C javob.
7-savol. Massasi M1, M2 bo'lgan jismlarning tezliklari mos ravishda V1 va V2 bo'lgan jismlar noelastik to'qnashdi. To'qnashuvdan so'ng birinchi jismning kinetik energiyasini aniqlang. Jismlar noelastik to'qnashdi. Biz bilamizki, noelastik to'qnashgan jismlar bir-biriga yopishib qolgan holda harakatlanadi. Ya'ni ularning tezliklari bir xil bo'ladi. Noelastik to'qnashgan payt impuls saqlanadi, ya'ni P dastlabki barobar P oxirgiga. Impulsni saqlanish qonuni. Dastlab M1 V1 vektor qo'shilgan M2 V2 vektor. Bizga tezliklarning yo'nalishlari aniq bo'lmagani uchun vektor qilib olamiz. Barobar M1 qanaydir to'qnashuvdan keyin tezlikni O deb belgilab oladigan bo'lsak, qo'shilgan M2 kara O ga teng bo'ladi. To'qnashuvdan so'ng birinchi jismning kinetik energiyasi. Birinchi jismning kinetik energiyasini topish uchun bizga birinchi jismning tezligi kerak bo'ladi, ya'ni U barobar bo'ladi M1 V1 vektor qo'shilgan M2 V2 vektor taqsim M1 qo'shilgan M2 ga. Demak bizga Y kinetik 1 kerak bo'lsa, M1 uni kvadrati taqsim 2 ga teng M1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Uni o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, M1 V1 qo'shilgan M2 V2 vektor taqsim M1 plus M2 ning kvadrati. Demak, bizga to'g'ri javob A javob bo'lar ekan. 8-savol. Ko'l sirtidan 40 metr chuqurlikdagi umumiy bosimni so'ragan. Demak, ko'l sirtining tubidagi umumiy bosim ρGH, ya'ni gidrostatik bosim qo'shilgan P0, ya'ni atmosferik bosim. Shularning yig'indisiga teng bo'ladi. ρGH suyuqlik ustunning bosimi, ρ suv 1000, G kara H 40 metr qo'shilgan P0 10 darajasi 5 barobar bo'ladi. Bu 4 kara 10 darajasi 5 qo'shilgan 10 darajasi 5. Javob 5 10 darajasi 5 paskal. Agar 1000 ga bo'ladigan bo'lsak, bu kilopaskalga kelib chiqadi va 500 kilopaskalga teng bo'ladi.